Hürmetlik anlıqçılar, kögüçüler. Biz bu qıtımqı dersimizde əzalarınki, asaslıq əzalarımızdaki mizacı haqqında toxtulub ötümüz. Ötken qıtımqı dersimizde mizaclarının nima ekanligini so'zlab o'tgan edik. Bunu tekrarlasak, mizaj deganimiz o't, hava, su, tuproqdan iborat 4 cho'ng moddaning uşaq birliklərinin yeni bir maddeninki uşaq birlikleriga ta'sir qilgandan keyinki kayfiyatning mush badandagi ifodalanishdan iborat. Ya'ni tabiatdagi o't, havo, suv, tuproq amaliyotda har zaman bir-birisiga ta'sir qilish tufaylidan badanimizda shakllanadigan va yoki badanimizda shakllantiradigan mizojlarni biz mizoj deb ataymiz. Kayfiyatni, yani 4 cho'ng moddaning bir-birisiga ta'sir qilishidan shakllangan kayfiyatni mizoj deb ataymiz. Shu jihatdan qilib aytgan vaqtida koinotdagi, tabiatdagi 4 cho'ng modda saniye bizning badanimizga ta'sir qilib turdi. Shuning uchun mizoj bu ta'limot hem bedenimizdeki maddi hem manevi cihetteki nurgulgan alametlerini düşündürüşte intayin mühim bir atalgı bulup tibbi hadim bulmagan takdirde her bir insanımızdaki şu mizaj düşüncesine obdan ilerleyebilişine tavsiye kılımız. Hem de mizajlarınki şu bedendeki her azadaki ifadelerge kelgen vaqtimizda baştan tüvengi qarab düşündürgen vaqtimizda miğinin mizacı höl soğuk buludu. Yani miğidinki köp kısmı su ve oksil ve şeker ve başka maddelarınki ta'sir qilishi yoki birikishi yoki bo'lmasa o'rinlashtirishi bilan yaralganligi uchun miğiniki umumiy kayfiyati ho'l so'qoqqa moyil bo'ldi. Shuning uchun miğiga so'g'oq keladigan har xil yemak-ichmaklar yoki bo'lmasa o'zi tutqandimi so'g'oq va uningki kayfiyati ichki mizajidimi soğuk bo'lgan yemekliklarni ko'p iste'mol qilgan vaqtida menga ajizlash, ro'y tuvallash, tushkunlashish, gumon qilish, oshirib fikr qilishga mengib qoladi. Pek issiqlik qilgan vaqtida mengniki mizoji menning ho'lligi ozlab ketganligi uchun, kerakli ho'lligi ozlab ketganligi uchun mizoji itiklashib haddidan aşırıp böyle qandak söz, hareket yoki ciddi tedbirlerge haydakchilik qilib xatolik kelib chiqishiga sabab bo'lib qoldi. Shuning uchun mizojini, menning mizojini his qilib, tushunib turib, uningki ho'l sovuq tabiatini, mizojini asos qilib turib, yemak-ichmaklarda tengshash onun qarta muamelini to'g'ri etib berish lozim. Ana ko'z inson badanidagi eng issiq, hayot kuchi eng yuqori bir a'zo bo'lib, uning tabiati ho'l issiq bo'ladi. Shuning uchun bak quyuq, ho'l issiq tabiatdagi yemeklarni ko'p iste'mol qilgan vaqtida ko'z qizarib, chinqilib, tumirlar ko'pib ko'zga parda shakllanganda ko'p qoldi. Qon quyilib ketsa, ho'l issiq ishib ketganga barobar bo'ldi. Yoki ho'l sovuq ishib ketganga barobar bo'ldi. Ko'pincha ahvollarda ho'l issiq ishib ketgan bo'ldi. Bu chog'da ko'zga ziyon qiladi. Endi yurakning tabiati ho'l issiq bo'lib, atrofida ko'p qon tomir, ichida qon tomir va cho'risida quyuq yog' qatlam bo'lg'achqa yurak yuqori temperatura sharoitida ishlagachga buni ho'l issiq deb aytamiz. Shuning uchun davomli go'sht iste'mol qilish,
ig'ir, quyuq tomoqlar iste'mol qilish yurakning ishlash muhitini haddidan ortiq issiq, buruqtirma va chinqilish ichiga tashlaganligi uchun davomli quyuq, ig'ir tomoqlarni yeyish yurakning yukini oshirayotganligi uchun biz buni faraz qilamizki, yurakning ho'l issiqligi bek ishib ketganligi uchun yurakning tabiati nihoyatda yuqori darajada chekka yetgan deb qaraymiz. Shuning uchun ağırlab, ho'l sovuq yoki quruq sovuq keladigan yurakning haroratini tuvanlashtiradigan yemekliklarni yeyish orqali yurakniki ho'l issiq tabiatining uch radikal nuqtalarga berib qilishning oldini olamiz. O'pka har xil tashlandiqlarni bir taraf qiladigan, ma'lum bir ho'llik siliqlashtirish uchun ma'lum ho'llikka muhtoj bo'lganligi uchun va zo'r miqdorda axlatlarni, yangi kollarni almashadigan yer bo'lganligi uchun buning tabiati ho'l sovuq bo'ladi. Shuningga ma'lum darajada o'pkaniki haroratini saqlamasak, o'pka muzlab ketsa, ho'l sovuq ishib ketsa, o'pkada axlatlar to'plashib, gaz simon cho'kmalarga aylanib, o'pkada suv to'xtab qilish, axlat to'xtab qilish oson yolg'onlanib kelib chiqadi. O'pka mikro modda almashiniki markaz bo'lg'achqa bu yerda har soniyada axlat shakllanib turg'achqa bu yerniki haroratini saqlash lozim. Endi oshqozon o'zi ho'l issiq tabiatga mayil bo'lishga kerak bo'lsa-mu, lekin davomli tashqi dunyodan yemekliklar, suv, meva, ko'ktatlar iste'mol qilganligimiz va davomli ko'plab xizmat qilishga majbur bo'lganligi uchun bu yerda ho'llik ishib ketish ehtimoli yuqori bo'ladi. Shunga ho'l issiq deguchilar bor, lekin ilmiy tadqiqotlardan natija shuki, oshqozon ho'l sovuqqa mayilroq bo'ladi. Chunki oshqozonning tagidagi zo'r miqdordagi qilsimon tomirlarda har zaman to'liq shaklda qonning kep bo'lalishi, har zaman qonning hozir vaziyatda bo'lishi natayin. Shuningga ko'p qism kishilarda shu tomoq singmaslik, parchalanish surati oslab ketish, oshqozon chinqilish, ko'payilish ahvollar kelib chiqadi. Nima ish degan vaqtida nazariya jihatdan hazm qilishga har zaman qon hozir vaziyatda bo'lishi kerak deganimiz bilan har kishida har zaman qonning yetarli darajada oshqozonda xizmat qila olishi mumkin emas. Shuning uchun oshqozonning mizojini ho'l sovuqqa mayil deb tushunishimiz lozim va uning qarta aralab tadbir elishimiz lozim. Oshqozonning sovuqishib ketish, ho'llik ishib ketishining oldini olishda her zaman tedbirlerini qilib turgan vaqtimizda oshqozonda hazm qilish surati tez bo'ldi. Oshqozonimizning ko'p kengayib ketishi yoki oshqozonda yallig'u paydo bo'lib qilib, boshqa a'zolarga pishmagan, yaxshi hazm bo'lmagan moddalarning avatilishining oldini olishimizda bu bilim to'liq muhim. Endi 3 oy quruq issiq kirdi. Shuning uchun 3 oyninki asan to'silib olish ehtimolligi bo'lganligi uchun biz aralab 3 oyni siliqlashtiruvchi, 3 oydagi o'shiqcha harorat va tiqilib qilishning oldini oluvchi ho'l sovuq turdagi meva, ko'ktatlarni iste'mol qilish orqali 3 oyniki quyuq, yirik bo'lib qilishning oldini olishimiz lozim. Ana börekni ho'l sovuq, ho'l issiq deguchilar bor. Ho'l sovuq deguchilar bor. Endi börek yurakdan qaslam eng ko'p qon to'plashadigan, eng ko'p xizmat yukini ustiga olgan bo'lg'achqa, nazariya jihatdan ho'l issiq deyishimiz kerak. Eng ko'p qon, nisbatan ko'p qon to'plashgan va qon orqali xizmatini davom etkazadigan yer bo'lg'achqa, yani ho'l issiq deyishimiz kerak. Lekin kunlik hayotimizda shuningga diqqat qilishimiz kerak. Börek eng ko'p tashqi omillar bilan uchrashib turganligi va shundaqla insonniki harakat, xizmat, oila, turmushi jihatlardan
en köp vazifani üstüge alganligi uchun bu tashqi tabiatning va yemek-içmeklerimizdeki hatalarninki ta'siriga en köp uchraydigan a'zolarning biri deb qaraymiz. Shuningga börekniki soğuk tegib, börekki soğuk tegib, ziyonga uchrab qilish ehtimolligini ko'zda tutgan vaqtida börekning ho'l issiq bo'lishi bilan birga ho'l soğukqa mayil bo'lib qilish ehtimolligini har zaman ko'zda tutishimiz kerak. Endi ustixon, chosh, teri bular ko'pinchisi bu ho'l quruq soğukqa mayil bo'ldi. Savdo ko'proq to'plashgan yerlar hisoblandi bu yerlar. Shuning uchun shu asosliq a'zolarimizniki mizojini bilgan vaqtimizda biz o'zimizga yaxshi muomala qilishni, a'zolarimizga mo'tadil ko'z qarash bilan, mo'tadil harakatlar bilan, mo'tadil odatlarimiz bilan muomala qilishni o'rganib olgan bo'lamiz. O'zini so'ymagan, o'zining a'zolarini tushunmagan, badanning mizojini, a'zolarning mizojini bilmagan odam medeniyetimizni, tibobatimizni, tariximizni bilmagan odam bo'ldi. Shuning uchun tibobat davolash, tangshash bilan munosabatli bir palla gruppasi bo'lib qolmasdan u kimlikni shakllantiradigan muhim madaniyat kimligimizdan iborat. Shuning uchun tibobat bizning biz bo'lishimizni ta'min etadigan eng muhim omillarning biri. Bugungi darsimizda shu inson badanimizdagi a'zolarninki mizojini ve ularninki tashqi tabiat bilan ve bizning turmush usulimiz bilan bo'lgan munosabatini so'zlab o'tdik. Keyingi darslarimizda har bir a'zoniki yaxshi ko'radigan uningki istaklari, uning dard alamlari ve ziyonga uchragandan keyingi tuzatish usullari haqida to'xtalib o'tamiz. Bugunlik xayr xo'sh.